Siz munosabatdasiz va siz partnyoringiz tomonidan yanada ko'proq samimiy bo'lishni, ya'ni unga ko'proq yaqinlashishni istayapsiz. Uni yuragiga yaqin oladigan insoni bo'lishni istayapsiz. Ya'ni bu munosabatdagi soxtaliklarga barham berib, uni yanada samimiy, yanada jonli, yanada yaqin qilishni istayotgan bo'lsangiz, xoh erkak kishi bo'ling, xoh ayol kishi bo'ling, ushbu video bugun siz uchun. Bugun biz unda butun dunyo psixologlar jamiyati tomonidan tan olingan Pratfall effekti, ya'ni qoqilish effekti, bizning xato qilish xususiyatimiz va xatoga ko'rsatadigan reaksiyamizni qanday qilib munosabatni samimiy qilish uchun foydalanish texnikalari haqida gaplashamiz. Videoni oxirigacha ko'ring. 1966-yilda Amerika psixologlar jamiyati tomonidan ajoyib bir qiziqarli tadqiqot o'tkaziladi. Ya'ni tadqiqotga talabalar jalb etiladi. Tadqiqot jarayonida savollari deyarli 92%, ya'ni deyarli hammasiga to'g'ri javob bergan aqlli geniy talabalar audiolari hamda shu bilan birga javob berish jarayonida xatoliklarga yo'l qo'ygan va ularni ovoziga audio, ya'ni boshqa bir musiqalar qo'shilib ketgan, mana shu kabi tushunmovchiliklarga yo'l qo'ygan talabalarni ovozlari ham qo'yib eshittiriladi va javoblar soni mukammallik darajasi birinchi guruh talabalarda yuqori bo'lishiga qaramasdan xatoliklarga yo'l qo'ygan talabalarni ovoz yig'ish ko'rsatkichi yuqori chiqadi. Ya'ni ularga 70 dan ziyod talabalar ovoz beradi. Nima uchunligini so'rashganda, noma'lum sababga ko'ra bu talabalarga ular simpatiya ko'rsatganliklarini aytishadi. Ya'ni nima uchundir xato qilgan talabalar ular nazdida to'g'riroq gapirayotgandek va ularni o'zlariga yaqin olganini aytishadi. Sababini ular tushuntira olishmaydi. Demak, bugun biz o'zimizni qiladigan xatolarimiz, munosabatda biz qiladigan kichik xatolar va ularga bizni ko'rsatadigan reaksiyamiz haqida gaplashamiz va u qanchalik bizda munosabatda ishlayapti va ularning roli qanday. Keling bir oddiy hayotiy misolni e'tiboringizga havola etaman. Mashhur aktrisa Jennifer Lawrence'ni eslang. U 2013-yilda Oscar mukofotini olish uchun sahnaga chiqadi va u ko'ylagi nihoyatda uzun bo'lganligi sababli unga qoqilib yiqilib tushadi. Butun omma oldida sahnada yiqilib tushadi. Juda mashhur aktrisa, tasavvur qilyapsizmi? Va u bunga javoban qanday reaksiya ko'rsatadi? Yig'laydimi, sarosimaga tushadimi, xijolat bo'ladimi? Yo'q, u shunchaki mikrofon qarshisiga boradi va butun ommaga qarata bilaman, hammangiz o'rningizdan turdingiz va buning asosiy sababi men yiqilib tushganimga ko'rsatgan hurmatingiz degan bir hazilomuz, o'zi tilidagi bir hazilomuz ibora bilan vaziyatdan chiqadi. Va mana shu lahzadan boshlab butun dunyo unga oshiq bo'ladi. Nima uchun? Chunki u ideal ko'rinishga urinmadi. U o'z xatosi ustidan mazax qila oldi. Ya'ni mana bu narsa insonni biz istagan munosabatni shakllanishiga yordam beradigan asosiy texnikalardan biri hisoblanadi. Ishoning, biz insonlarga mukammallik yoqmaydi. Oh, well that's embarrassing. Xo'sh, bu konsepsiyadan biz tushunishimiz kerak bo'lgan narsa nima? Ya'ni xato qilishmi kerak? Xato qilishni o'rganishmi kerak? Yo'q. Aslida biz bilishimiz kerak bo'lgan narsa shuki, bu yerda biz xatolarimizga ko'rsatayotgan reaksiyamiz qanday? Ularni bir tahlil qilib ko'ring. Ya'ni munosabatda sovuq devorni o'rtaga tushirayotgan sizni o'zingizni oqlashingiz, xato va kamchiliklaringiz ustida asabiylashishingiz, ularni fosh bo'lishiga chida olmasligingiz, bular aslida munosabatda siz istamagan o'sha sovuq devorni tushiradi. Siz istayotgan o'sha samimiy eshiklarni ochilishiga esa to'sqinlik qiladi. Natijada partnyoringiz sizdagi bu xatolarga ko'rsatayotgan reaksiyangiz natijasida, ya'ni siz intilayotgan o'sha ideallik, perfeksionizm partnyoringizni o'z-o'zidan bezovta qiladi, uni ichkaridan xavfsizlik hissini o'g'irlaydi. Ko'pincha har qanday konsepsiya haqida gapirar ekanman, menga tinglovchilar tomonidan misollar bilan tushuntiring, ya'ni bizga bir hayotiy misollar keltiring. Uni hayotimizga olib kirishimiz osonlashadi deyshadi va mana shuning uchun ham men oddiy sodda misollarni tanlashga harakat qilaman. Tasavvur qiling, uchrashuvda siz va ko'ylagingizga dog' tegdi deylik, masalan, o'sha kofe dog'i. Mana bu sizdagi aynadamdagi kamchilik bo'ldi deylik. Mana shuni siz aksariyat holatda, demak, qanday reaksiya ko'rsatar edingiz? Sarosimaga tusharmidingiz, xijolat bo'larmidingiz? Hatto butun suhbatni mana shu dog' hal qilib qo'yadi go'yoki. Ya'ni unda siz o'zingizga nisbatan ishonchsizlik natijasida suhbatdoshingizni ham shubhaga qo'yasiz, bezovtalanishiga sabab bo'lasiz. O'z-o'zidan bu yerda samimiylikka o'rin qolmaydi. Aslida esa qanday vaziyatdan chiqish mumkin? Biz o'ylaganimizdan ancha oson chiqish mumkin. Shunday qarab turib, bugun ko'ylagim ham qahva ichgisi kelibdi va nafsini tiya olmabdi. Hech qisi yo'q, bugun ajoyib kreativ libosda suhbatlashamiz. Umuman olganda juda yengil hazil, to'g'rimi? Va yana, masalan, siz qoqilib tushdingiz, xo'sh, nima bo'pti? Siz yiqilib tushdingiz, nima bo'pti? Ya'ni o'ylaysiz, sizning yoningizda yurgan inson hayotda hech qachon yiqilib tushmaganmi? Shu qadar idealmi? Siz qilgan bu kamchilikni yashirishga urinmasdan, uni tan olgan holatda, men shunchaki break dance elementini sizga ko'rsatib bermoqchi bo'ldim degan hazilni ishlatsak-chi, uni tan olgan bo'lamiz. Ya'ni umuman olganda nima uchun, nima deb o'ylaysiz? Nima uchun bizni partnyorimiz
bizni o'z xatolarimizni o'zimiz tan olib, uni yumorga aylantirganimizda yengil tortadi. Nima uchun? Suhbatni davom ettirishni istaydi. Nima uchun? Sizga yaqinlashadi. Aslida siz o'z xatolaringizni tan olish barobarida unikini ham tan olyapsiz. Ya'ni uni ham mukammal insonga aylanishi shart emasligini unga tushuntiryapsiz. Ya'ni meni oldimda erkin nafas olish mumkin. Meni oldimda xatolar qilish mumkin. Meni oldimda sen erkin bo'lishing mumkin degan hissiyotni beryapsiz. Va mana bu hissiyot esa munosabat uchun eng keraklisi. Buni ayni damda siz unga beryapsiz. Odamlar xatosidan qizarib, bo'zarib, xijolat chekib, sarosimaga tushib qolgan yoki undan asabiylashgan, xavotirda bo'lgan insonlar yonida o'zini xatarda, xavfda his qiladi va uni hazilga burib yuborganda esa ular erkin nafas ola boshlaydi. Ya'ni bu nihoyat tashqi muhitga, sizdagi o'sha energiya ta'sir ko'rsatadi. Nafaqat yoningizda yurgan partnyoringiz, balki atrofdagilarga ham o'sha sizni kamchiliklaringizga, o'zingizdagi nuqsonlarga, o'zingizdagi yo'l qo'yayotgan xatolarga ko'rsatgan yumoristik reaksiyangiz o'z-o'zidan vaziyatni juda go'zal baholab beradi va bu tashqaridagilarga sizda shunday energiyani paydo qilayotgan ko'rsatadi. Ya'ni men xatolarimdan qo'rqmayman. Barchasi xatolarim ham xato, meni nazoratimda va bu meni hayotimning bir qismi. Men xotirjamman, menda hammasi joyida. Bu hissiyot o'z-o'zidan tashqaridagi insonlarga sizni o'ziga ishonchli va siz bilan bo'lish xavfsiz, siz bilan bo'lish yoqimli degan taassurotni paydo qiladi. Demak, xulosa bitta. Bugundan boshlab mukammal robot bo'lishni bas qiling. Bugundan boshlab xato qiling. O'sha xatoni o'zingiz tan oling va birinchilardan bo'lib o'sha xatoni ustidan o'zingiz kuling. Ishoning, haqiqiy joziba mana shu jasoratda. Va albatta izohlarda qachon o'z ustingizdan, ya'ni o'zingizni xatoyingiz yoki kamchiligingiz ustidan muloqotda kulganingizni va vaziyatdan chiqib ketganingizni eslaysiz. Bu haqida izohlarda yozib qoldiring. O'zingizni ehtiyot qiling.